Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Qadrli tinglovchilar, sizlar bilan birgalikda sunnatni va hadisni tushunish qo'llanmasi kitobiga asoslangan holatda tayyorlanayotgan darslarimizni davom ettirar ekanmiz. Bugun kitobimizning xulosa qismiga yetib keldik. O'zingizga ma'lum, sunnat tushunchamizni to'g'ri holatda shakllantirishlik uchun dastavval sunnatni tushunish faslida 13 ta alohida sarlavhalarni ko'rib o'tdik. So'ng hadisni tushunish faslida esa hadis tushunchamizni shakllantirishlik uchun 29 ta alohida usul va metodlarni o'rganishlikka harakat qildik. Bugun xulosa qismida mana shu 42 ta sarlavhani qisqacha yana bir bor yoritib o'tmoqchimiz. Islom tarixi davomida sunnatning mohiyati, unga ergashishning hikmati hamda hadisning ilmiy va amaliy manba sifatidagi qadri doimo ilmiy muhokama qilinib kelgan. Bu jarayon hadis ilmlarini ulamolar nazoratida rivojlanishi, munozaralarning sog'lom yo'nalishda davom etishiga xizmat qilgan. Islom ulamolari usulni asos qilib, kelib chiqqan ixtiloflarni ilmiy mezonlar orqali hal etib kelishgan. Bugungi kunda sunnat va hadisni uzulsiz tortishuvlar maydoniga aylantirish o'rniga Rasululloh alayhissalom risolatining butun insoniyatga qaratilgani va barcha zamonlarni qamrab oluvchi hikmatga ega ekanligini inobatga olib, sunnatda ibrat va hadisda bir butunlik tamoyillar asosida chuqur usul va maqosid ilmi bilan tushunish zarur. Buning uchun avvalo faqat nomigagina mavjud bo'lib qolgan hadis ilmlarining hayotiyligini qayta tiklash, shuningdek usul fiqhni sunnat va hadisni to'g'ri anglashga mos tarzda qayta ko'rib chiqish lozim. Sunnatni to'g'ri tushunish Qur'ondan keyingi ikkinchi manba ekanligini bilish bilan cheklanmaydi. Sunnat itoat, ergashish, ibrat olish va yo'lboshchi deb qabul qilish orqali nafaqat mo'minlar, balki butun insoniyat uchun qadriyatlar majmuasidir. U faqat axloqiy namunalar emas, balki hayot tarziga aylangan tutumlar majmuasidir. Islom ummati yaratgan barcha madaniy, ijtimoiy, me'moriy qadriyatlarda sunnatning aksini ko'rish mumkin. Insonning tug'ilishidan vafotigacha kundalik hayotining har bir lahzasida sunnatning ruhi mavjud. Sunnat mo'minlarni bitta e'tiqod, bitta ibodat va bitta shariat atrofida birlashtirgan kuchdir. Sunnat tarix davomida islomning eng ishonchli qalqoni bo'lib kelgan. Qur'on va sunnat bir-biriga zid emas. Sunnat Qur'onni hayotiy qo'llanmaga aylantiruvchi bayondir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sunnati shakli bilan cheklanmay, aql, qalb, ruhni ham qamrab oladi. Shuning uchun sunnatni tushunishda tashqi ko'rinish bilan birga ichki ma'no ham e'tiborga olinishi kerak. Bid'at dinga oid bo'lgan narsani diniylashtirishdir. Shu bois sunnat bilan urfni, diniy bilan madaniyatni bir-biridan ajratish zarur. Sunnatlar ham majburiy va majburiy bo'lmagan turlarga bo'linadi. Bu esa fiqhiy yondashuvni talab qiladi. Hadislar Qur'on, aql, vahiy va sunnatning bir butunligi asosida tushunilishi lozim. Rasulullohning risolatiga, axloqiga, adolatiga zid bo'lgan rivoyatlar unga nisbat berilmaydi. Hadislar sabab, hikmat, maqsad va maslahat asosida mavzuga oid barcha rivoyatlar jamlangan holda o'rganilishi kerak. Hadislardagi ramziy, majoziy va tamsiliy ifodalar lafzga qotib qolmasdan, berilayotgan ibrat va hikmat nuqtai nazaridan anglanilishi lozim. Ixtilofli rivoyatlarda jam, nasx, tarjih va tavaqquf usullari qo'llanadi. Targ'ib va tarhib hadislari hukm chiqarish manbasi emas, balki tarbiyaviy manba ekanligini unutmaslik zarur. Xulosa qilib aytganda, hadislar faqat ahkom emas, balki axloq manbai hamdir. Tarix va tajriba shuni ko'rsatadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatini to'g'ri anglamasdan turib, muammolarimizga haqiqiy yechim topish mumkin emas.